Men musulmon jinman. Musulmon jinman. Men bu ayolga yordam bermoqchiman. Yaxshi, Allohdan qo'rqqan musulmon jinlari odamlarga zarar yetkazmaydi va yo'ldan ozdirmaydi. Unga zarar yetkazib yovuzlikka xizmat qilyapsan. Uning tanasini tark et. Aks holda men seni Alloh nomi bilan yo'q qilaman. Uning izni bilan senga zarar beraman. Ket! Sen do'zaxga tashlanishga loyiqsan, o'lishga loyiqsan. Bu ayolning tanasini tark et. Uni tanasini tark etmayman. Xudo nomi bilan. Aks holda menga xo'jayinim ovqat bermaydi. قال موسى بالله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون Mendan keyin yana bir yovuz kuch keladi. Ehtiyot bo'ling. U shaytonning avlodi. Payg'ambar alayhisalomning barcha izdoshlarini yo'ldan ozdirib, Qur'onga qarshi qo'yadi. Sizlardan kim bizga qarshi chiqadi, ey la'natlangan shayton? Dajjal!